Shahida opa, siz ijtimoiy loyihalar bilan shug'ullanasiz. Ulardan biri ayollar uchun mikrokredit tashkiloti. Bu loyiha haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Bu sohada mana hozir 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, 150 mingdan ziyod insonlarga, hozir ayniqsa ayollarga ilm bergan bo'lsak, moliyaviy savodxonlik bo'yicha. Ilm berganimizdan keyinchi degan savolga javob topishimiz uchun biz ayol mikro moliya tashkilotini shakllantirdik. 2021-yilda muhtaram prezidentimizning oldilariga taklif bilan chiqqan edim va aynan o'sha yerda moliyaviy savodxonlik fan sifatida maktablarga kiritaylik, chunki eng asosiy fanlardan biri bu pulni to'g'ri boshqarish va ko'pchilik insonlarning ham asosiy maqsadlaridan biri bu chiroyli yashash, boy bo'lish, chiroyli hayot kechirish. Chiroyli hayot kechirish uchun biz pulni to'g'ri boshqarishimiz kerak. Chunki qancha ko'p pul topsak ham, agar biz pulimizni to'g'ri boshqara olmasak, biz qanchalik iqtidorli bo'lsak ham bu pullarimiz hammasini havoga uchirgan bo'lamiz.